Bismillahirrahmanirrahim. Sura Quraysh. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Liilafi Quraysh. Quraysh qo'g'dalg'onliklari uchun إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ular qishliq va yozliq safarida qo'g'dalg'onliklari uchun فليعبدوا رب هذا البيت. bu uy, ya'ni Baytullohning Parvardigoriga ibodat qilsunki, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. u ularni ochliqda oziqlantirdi, ularni qo'rqinchdan amin qildi.